Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 6-aprel sanasi. Bizning pomidorlarimiz ancha bo'ylari o'sib, mana tepasimga yetib qolmadi-yu, lekin 60% gacha ko'tarildi bo'ylari. Birinchi kislari kattarib qoldi. Birinchi kislari qo'l bilan solishtirganda birinchi kist, mana ikkinchi kistlari ham ushlab qolgan. 2 3 mana bu 4, 5-chisini mana endi chiqardi. 5 ta kist hozircha. Bugun holatini bir qisqaroq video qilay degandim. Kunlar haddan issiq bo'lyapti. Shunga suvni ham tez-tez berib turibmiz. Endi bundan buyog'i nitratli ozuqalardan asta-sekin sulfatli ozuqalarga o'tamiz. Holati yaxshi hozircha. Tutaga bir sepgandim, shundan beri hozircha tuta bezovta qilgani yo'q. Kechagida bir bakterial kasallik bo'lgandi, bargidan qora dog'lanish. Bunga ildizdan misli preparat berdim, 5% misli, bargidan alyuminli. Bir kunda to'xtatdi. Hozircha yaxshi holatlar. Birinchi kislari deyarli o'sha bo'ldi. Hali bargidan ham olamiz, tagidan. Sal vaqt bor hali. Hozircha bizda shular. Keyingilarda qo'yib boramiz yana video.